Assalamu alaikum qadirdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi havola programmasini havola qilamiz. Huzuringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Samimiy havola bizning kanalimizda. Sizlar bilan xabar bo'limining yurgizuvchilari Ramil Azizov va Shahniza Aziz qizi. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. Здесь делают честные новости. С вами ведущие блока новостей Рамиль Азизов и Шахниза Азиз qizi. Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости Казахстана. Желаем процветания и благополучия всем ее жителям. Qimmatli vatandoshlar, sizlarni Qozog'istonning mustaqillik kuni bilan tabriklaymiz. Elimiz gullanib, ko'k bayrog'imiz buyuklardan ko'rinaversin. Xalqimiz aman, zamonimiz xotirjam bo'lsin. После 3 лет реконструкции единственный в мире уйгурский театр музыкальной комедии имени Кудуса Ходжамиярова впервые открыл свои двери для зрителей. Наши корреспонденты побывали там, чтобы показать все изменения изнутри. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Bugun biz Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrida mehmonda. Mazkur teatr navbatdagi 87-mavsumini ochdi. Bu bo'lsa-mu barlig'imiz uchun cho'ng bir xo'shallik. 3 yil mobaynida amalga oshirilgan rekonstruksiya ishlari oyoqlashib, teatr uzoq vaqtlik uzilishdan keyin tomoshabinlarni qarshi oldi. Murakkab jo'ndashdan keyingi natijalarni sizlarga ko'rsatish maqsadida xalqimizning faxriy bo'lgan Uyg'ur teatriga mehmonga keldik. Assalomu alaykum Savitjon aka. Teatrning qiyin jo'ndashdan keyin ochilishi bilan sizni va teatr kollektivini tabriklaymiz. Rahmat. Teatr imoratida yurgizilgan ishlar bilan ko'radiganlarimizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli. Biz san'atkorlar uchun qimmatli ko'rarmanlar. Bizning teatrimiz buningdan 2,5 yil muqaddam qayta qurilish ishlariga yepilgandi. Mana Allohga ming qat shukr, teatrimizni 28-noyabr kuni tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdik. Biz 18-yili 5-oyda teatrimizning qayta qurilish ishlarini boshladik. Onunga hukumat tarafdan 1,5 milliard ақша bölündü. Teatrning sahnasini butunlay ip tashlab, üstü çepirini butunlay içip tashlab, qaytadan zamonaviy holda, zamonaviy aparaturlar bilan sahnani zamonaviy aylanadigan, töven tushadigan, ko'tariladigan qilib yasab bitirib chiqdik. Mana shu jarayonda bizning teatrimizning yaslishiga Qozog'iston Cumhuriyetiga, bizning elbasimizga, tungush prezidentimizga, andın hozirgi prezidentimiz To'qayevga, Qozog'iston Madaniyat sport ministrligiga, Uyg'ur teatr kollektivi nomidan, barliq san'atsevar Uyg'ur tomoshabinlar nomidan biz tashakkur izhor qilamiz. Rahmatimizni aytamiz. Men aytmanki, bu teatr alohida yasaldı. Demiş ki o'zinglar kelib ko'rsanglar bo'ldi. Teatrning ichi o'zimizning milliy puroq chiqib turdi. G'ish bilan yasadik ishini. Hamma g'ish bilan Samarqanddan kelindi g'ish. Bizning uning loyihasini qurgan Shuhrat Yusuf degan arxitektorimiz loyihasini qurib chiqdi. Teatrimizning 87-mavsumini o'zimizning tomoshabinlarimiz bilan chiroyli echib oldik. Shuning uchun rahmat deymizlar. Полное интервью с господином Саутяном Акасунуровым вы можете посмотреть на нашем канале в ближайшее время. В эти же выходные коллектив театра порадует нас концертами эстрадной группы «Яшлык», а перед Новым годом состоится традиционный вечер «Таббасум Сахифлари». Не упустите возможность насладиться великолепным представлением. Kelayotgan dam olish kunlari teatrimiz bizni yoshlik estradalik to'pining konserti bilan xo'shal qiladi.
Әнді еңі жыл харпсыда болса, әнәніге айланған тәбәссум сахиплериден намлық әзіл күлке keçisi өткізілді. Ярқын көрініш білән рахатланыш имканиятini өткізіп алмаң. В начале декабря в Доме дружбы прошло очередное мероприятие, которое было направлено на то, чтобы показать некоторые элементы уйгурской культуры и кухни всему миру. В значимом событии приняли участие американские журналисты и международный телеканал Казах ТВ. Здесь были продемонстрированы национальная кухня, танцы, песни, искусство и народный промысел уйгурского народа. Подробнее расскажет наш корреспондент. Assalamu alaikum, hürmetli görənmənlər. Efirdə Qazaxstan Uyğurları kanalı, mən Ramiləm Rafayo qızı. Bugünkü gündə biz köp millətlik elimizin makanı Almatı şəhərindəki Dostluq Öyiga mehmanğa gəldik. Hazırki vaqtda bu Dostluq Öyidə milli işçiliklər ötküzülməkdə. Qani, həmmimiz birlikdə şu işçilikni görəylik. Assalamu alaikum. Bugün Dom Дружбыда çoğun выставка өтіп атыды. Amerikadan jurnalistler kelip, şu Uygurlarning taamlarini, Uygurlarning usullarini, Uygurlarning urf-odatlarini tushiraylik deb bir kino tushiraylik deb keldik. Bu Nik degan jurnalist kelip, şu Қазақстанда Uygurlar yaşab etibdi. Şu Uygurlarning qandaq turib atıdı, qandaq taamlari bor Uygurlarning, qandaq madaniyati, kiyimlari qandaq bo'ldi, qandaq ko'rgazmalar bor deb shuni amsli kinoga alaylik, shu dunyo bo'yicha ko'staylik deb ashtaq maqsadi bilan jurnalistlar kelibdik. Shu ko'rgazmani bugun biz Cumhuriyetlik Etnomadaniyat Markazi bilan ta'lim qildik. Bugun bizning xonim qizlar, yigit beshlari, bizning shu Cumhuriyetning a'zolari bilan biz turli taomlarni tayyorlab qilib oldiga qo'ydik. Hamma shu Uyg'ur qizlarning kostyumlari, turli do'plar, hamma qapoq cho'mish, qapoq cho'mishni qandaq narsalarni yasasi bo'ldi deb bugun shu ko'rgazmani tayyorlab qilib ashlarga ko'rsatganga tayyorlab qilyapmiz. Mana bugun Dostluq Uyida bizning Uyg'urimizning madaniyatini ko'rsatib, qo'l hunarlarini o'sha yerga men o'zimning qo'limdan kelgan mush qapoqlarni surat silib ip keldim. Bu bo'lsa bizning ota-bobamiz burun-burundan qidimiy vaqtlardan boshlab mevichilik qiladi, baranglarni qilib ujumlarni o'stiradi, shu ujumlarga aralab mana qapoqlarni o'sib qo'yadi. Har hovlida barang badi, u barangda mana qapoqlar o'sadi. Dehqonlar yetizib berib ishlab kelgan keyin tushiga dam olib bir choy ichadi deb o'sha qapoq choy deb qapoq ko'riladi, choy deb qapoq chinlariga choy quyib. Buni ondan bizniki dehqonlarniki yaydigan tushlikdan ilim choylardan ichim. Bugün biz şu выставкага Uygurlarning taamlarini ko'rsatyapmiz. Hamda oldinglarda hammanglar bilsizlar bizning nonlarimiz, mana bizning peti to'g'ashlarimiz, o'sha oldimizda sağzımız, sağan sağzımız. Bu yoq mana piyoz non, qatlama piyoz nenimizga. Bunu bizning go'sht non, mayoq bizning xo'shang. Hazır buna kış vaxtida Uygurlar kavmant etmesi bulmaydı, bunu kavmantımız bugünkü. Bunu maysamsımız bundan. Burun mamlarımızdan söyümlük maysamsı. Burun mamlarımız cimnan salat diye mana aldığımızda cimnan acayip çıraylık cimnan serilip yaptı. Bizden öpke isipimiz var. Şu öpke isipini mana kızlar bugün şuna çıraylık öpke isiplen pişirip aldığımızda ip yaptı. Bunu yani mantımız. Bunu özümüzden samsımız, bana çıraylık sams selinip yaptı bugünkü выставкага. Bunu oluqlarının ikinci türü cüssəy bile selingan oluq nenimizge bu. Her dastan Uygurların dastanı lağma bolmasa bulmaydı. Bugünkü выставкамызга biz bana lağmanımızı koyup atmız aldığımızda lağmanga bana 5 türlük sayını elip aldığımızga koyduk.
Xush xabar, yaqinda yana bir oila o'z uyining ochqichiga erishdi. Bo'libmi, saxovatlik insonlarning tashabbusi bilan butkul xalq bo'lib, ikki balaning yolg'iz boshliq onasi bo'lgan Radilam Adilqahorovaning orzusini o'rinlashga kuch chiqargan. O'z kunini ko'rish uchun Medev nahiyasida olma setib, adil amgigi bilan pul tepib yurgan onani bayqagan jamiyat faollari, yigit boshlari bu masalani yechish maqsadida xalqqa jar solgan. Vaziyatga beparvolik bilan qaramagan zot qisqa vaqt ichida oilani o'lik bo'lishiga yordamlashgan. Диля, какие эмоции испытываете? Чувствуете, что вы уже хозяйка этого дома? Я очень даже Чувство это благодарности. чувствую. Спасибо большое всем, потому что без вас и без всех тех, кто помог нам, у меня бы этого всего не было. Вот. Хотела бы большое сказать спасибо Алише Ракашке за все. Нет, не бывает, все хорошо. Новый дом 2018 года. Очень теплый. Проходите вы, чтобы мы за вами смотрели, снимали, показывали. Вот, пожалуйста. Так, это у нас студия, зал, да? Зал, кухня, да? Это зал. Ага. Это все с мебелью обустроено, получается, да? Все Да, все остается, вот да? остается, хозяева дома Да, оставили. новая мебель, мы ее выкупили. Доктор Ирфан Аббас вошел в список топ-100 ведущих врачей мира. Всемирно известный врач специализируется в области оральной имплантологии и восстановительной стоматологии. Сегодня он является не только основателем собственной академии имплантов, также проживающий в Нидерландах врач является международным лектором. Ирфан Аббас – автор многочисленных научных статей, которые непрерывно пишет уже много лет и делится своими знаниями. Well, I think if you talk about professionally, I'm just a dentist, a doctor who's very passionate about getting the best results for his patients. Uyg'urning Krylovi atılıb ketgan Abliz Hezimning Qadnas Qalam nomli yangi kitobi Almutadagi Mir nashriyatida yo'riq ko'rdi. Asarning chiqishiga adibning yaqin do'sti, Uyg'ur jamoatchiligiga keng tonilgan jamiyatlik ishlar faoli Vaqas aka Mamadinov sababchi bo'ldi. Vaqas akaning onasi Gulbika Mamadinovaning shogirdi bo'lgan Abliz Hezim hayotni cho'nqur tushunib, aniq yashagan, cheklik hayotni xalqimizning ro'naq tepishiga beg'ishlagan her taraflama talantliq adib edi. Shoir, yozuvchi, jurnalist o'zi katsimi kaynida ilm nomliq o'lmas miros qoldi. Demak, uning ismi xalqimiz qalbida mangulikka saqlangan. 6 декабря в Алматы прошел второй круглый стол между двумя городскими уйгурскими культурными центрами, организованный по инициативе Шавкета Назарова. По словам организаторов, в этот раз представители Республиканского этнокультурного центра приняли участие в этом собрании, но, к сожалению, наши журналисты не были допущены на это мероприятие. Остается открытым вопрос, почему представители руководства общественных организаций решают проблемы, касающиеся целого общества, за закрытыми дверями, втайне от журналистов, а значит и втайне от широкой общественности. Uyg'urning palvon o'g'lonlarining biri Dilmurod Mijidov elimizning olimpiadalik tanlanma komandasiga umidkorlarning biri bo'ldi. Texi yaqinda uning Qozog'iston Jumhuriyatining tanlanma komandasiga kirganiga shotlangan edik. Bugun u yangi buyuklarni beqindirmoqda. 25 yoshlik palvon xalqarалық darajadagi sport chevari atig'iga muyassar bo'lgan. Shundaqla Dilmurod Mijidov Astana Arlans komandasining tarkibida olam chempioni atalgan. Төрештердің бағасынан кейін бәлкім қазылар алқасында Dilmurodтың соққыларының қарсыласқа қарағанда дөбірек тиіп жатқанын, қарсыластан қалыс қалмай жатқанын шаршалаң шетінен анық көріп отырса керек. Тағы да Dilmurod алдыға ұмтылды, бірақ кубалық бұл жерде қашқақтай жүріп. Hammamizga ma'lum, hozir navbatdagi Olimpiada o'yinlariga tanlab olish boshlandi. Dilmurod uchun bu yaxshi fursat. Bu fursatni qo'ldan bermaymiz.
deydi uning mashqlantiruvchisi Dolqun Kamekov. Dolqun Kamekov elimizda sportning kickboksing turini taraqqiy etkizishda cho'ng to'kib qo'shgan mashqlantiruvchilarning biri. Kickboksing bo'yicha bir necha dunyo chempionni tarbiyalab chiqqan Dolqun aka bugungi tongda Olimpiada chempionni tarbiyalashni maqsad tutdi. Уважаемые зрители, хотим вам напомнить, что заканчивается сезон подписки на газеты «Уйгур Авази» и «Азия Бүгүн». Подписаться на данные издания можно в любом отделении Казпочты. Подписной индекс «Уйгур Авази» 65357. Цена по городу Алматы 4005 тенге. По населенным пунктам 4228 тенге. Подписной индекс «Азия Бүгүн» 64129. Цена по городу Алматы 2840 тенге. По населенным пунктам 2943 тенге. Hürmetli görermenler, fırsatni paydalanıp Uyghur Avazi ve Azia Bugün gazetleriga mushtari toplash mavsumining oyoqlashayotganligini yodinglarga salamiz. Hürmetli görermenler, endi biz xalqimizning beshiga tushgan ig'ir vaziyatlar haqida to'xtalmoqchimiz. Qishning qara soğuda o't ketish sababidan boshpanasiz qilayotgan oilalar soni kun sanab ortmoqda. O'tgan haftalar misol keltirar bo'lsak, bir emas bir necha fojialik voqea o'rin oldi. Oldida xabarlangan hujjatda o'rin olgan voqeani kanalimizda ko'rdinglar. Lekin buning bilan qayg'uli vaziyat oyoqlashmadi. Tuzlubastov va Sultonqo'rg'on mahallalarida yuz bergan ahvolamı ko'pning ko'nglini og'irtdi. Mana Güledemni uylar köy ketken mana qarab yiqinglar ya Allah Xudayim saq olsun hech kimning beshig'imdaqlar kelmasin mana hechdir o hadimiz больницадagi akimizni ishkasini akitibdi va hadimizga mana 2-3 qitim yurak operatsiya qilgandi mana xo'shnisining birimiz ko'yib assalomu alaykum yan bir qitim hurmatli qarindoshlar endi bizniki buni uy ko'y ketganga yordam qilma desanglar bizning g'amxo'rlik Sultonqo'rg'on degan nimamiz ichilgan. Yerda Baxtiyor boshliq, Tayir aka degan kishi boshliq. Nayt yaxshi 5 vaqt namoz, shunaqa bolalar bor. Men shu bizning g'amxo'rlik Sultonqo'rg'onningki shotini aytay, eshaga tashlanglar, aqchanglarni kim yordam qilmadi desa, 8707 739 99 22. Endi bugun kunga kelsak, men kelganimning sababi Zamandinov Baturjonning uyi, buni o'zinglar ko'ryapsizlar. Ko'yib ketibdi. Soat 1dan ketgan toza uxlayotgan vaqtida taraq turuq qilib o'tning varan cho'ngidan uxini ketdi. Yaxshi shuni o'ylab ballarni elib aralni chiqib ketibdi. Pожарникlar bugun Talg'ardan keldi ekan, ular kelguncha bu yerda hech nima qolmabdi. Shuning uchun biz qo'limizdan kelguncha ancha-muncha bo'lsa xalq bilan birga yordam qilib qo'yaylik deb mesha yig'ilib o'tirmiz. Mana Talg'ar rayonining generalniy 25 oktyabr kelib o'tirdi. Bu yer Tuzlubastov qaraydi ekan. Tuzlubastovning zam generalniy 25 Hasan Isqaq Asimjon mesha kelib o'tirdi. Shuni bilan mushu xalqimizga chiqsaq azdan bo'lsa-ma ko'l bo'ldi deydi. Bir az olsun yerden koyla uruk tuqqanlarımı qarab turmaydi, qo'ldan kelgancha qildi. Afsus, fojialik xabarlar buning bilan cheklanmadi. Almuta viloyati Uyg'ur nahiyasiga qarashliq Cho'nja yezida o'rin olgan voqea yuragimizni qanjig'latdi. O't yalqinlarining sababidan 4 odamdan tarkib topgan oila dunyodan o'tdi. İcariga berilgan uyning kuyishi kesiridan yosh ota-ona va 2 o'g'lonning o'lik teni tepildi. Marhumlarning yaqinlarining qayg'usiga o'rtoqlashib, ta'ziya bildiramiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Haqiqatan biz Allohdan keldik, Allohga qaytamiz. Hurmatli ko'rarmanlar, yana bir marta paxas bo'lishga chaqiramiz. Chunki ofatning qayerdan kelari belgisiz. Allah barchamizni to'g'ri balo qazolardan saqlag'ay. На этом наша программа подходит к завершению. До встречи на следующей неделе.
В эфире был канал «Казахстан уйгурлары» с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushuning bilan tamam. Keyingi haftada yuzlashguncha aman bo'linglar. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali Xavala programmasi. Samimiy Xavala bizning kanalimizda.